Bugun men sizlarga mana shunday tulkichani to'qishni o'rgataman. Men har doim o'yinchoq to'qimoqchi bo'lsam, birinchi navbatda xomaki nusxasini chizib olaman. O'zi bu tulkichani Kichkina shahzoda hikoyasidagi tulkichadan ilhomlanib to'qiganman. O'sha ertak menga juda ham yoqadi. Qayta-qayta o'qisam ham yangi ma'no tushunaman. Shunaqa qilib taxminiy ko'rinishini chizib olaman. Shunaqa tulkicha to'qiymiz. Endi birinchi ishimiz tanasini to'qishdan boshlanadi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkita qo'lchasi va oyoqlari o'ziga yopishgan. Demak, birinchi ishimiz mana shu tanasini to'qishdan boshlanadi. Buni endi bir chetga olib qo'yib turib, bizga kerakli narsalarni ko'rib chiqamiz. Bizga birinchi kerak bo'ladigan rangimiz albatta to'q sariq rang. Keyin mana bu joyini to'qish uchun oq rang. Keyin sharfi va mana bu chiziqlarini to'qish uchun yashil rang. Albatta burunchalar uchun qora rang. Xohlasanglar mana bunaqa ko'chalar yoki burunchalardan foydalansanglar bo'ladi. Ko'raman qaysi kerak bo'ladi va albatta krючок. Mana bu ip uchun bu ipning nomi hozir aytaman. Mana bunaqa ekan. Men avval umuman e'tibor qilmaganman mana shu nimalarga, lekin e'tibor qilish kerak ekan. Qanchalik ko'p e'tibor qilib to'qsanglar, o'yinchoqlaringiz yaxshi chiqadi. Bunda hozir 100% akril degan, ya'ni paxta emas bu. Lekin keyingi safar inshaalloh ip olganimda paxta iplarni olmoqchiman. Chunki paxta iplarni o'yinchog'i chiroyli chiqargan bularga qaraganda. Hozir mana shu iplarni hammasi shu nomdagi ipdan olingan. Qaranglar, mana shu pastdan qarab yuqoriga to'qib ketamiz. Tana qismini to'qish uchun. Oyoqlidan avval bir oyog'ini, ikkinchi oyog'ini to'qib olamiz. Aytgancha esimdan chiqdi, bizga ignalar ham kerak bo'ladi, ko'zlarini, og'izlarini tikish uchun. Har doim o'yinchoqlarni asosi kaltso amigurumi asosida to'qiladi. Anig'ini bilmayman, xitoychami, yaponchami shunaqa aylantirish uslubi bor. Ya'ni mana shu o'yinchoqlarning hamma asosi mana shu kaltso amigurumi asosida to'qiladi. Masalan, mana bu aylanangiz ham, mana bu yerdagi aylana ham, bu yerdagi ham, mana bu oyog'ining tagidagi aylanalar ham hammasi mana shu kaltso amigurumi asosida to'qiladi. Endi bu aylanali halqa deganida o'zbekcha nomi shunaqa, aylanali halqa. Demak, o'sha aylanali halqani to'qishdan boshlaymiz. Qaranglar, u qanaqa to'qiladi? Avval qo'lingizga mana shu ipni kalta tarafi bu yerda turadi, uzun tarafini bitta aylantirib olasizlar mana. Shunaqa qilib. Endi krючокni kirgizib, mana bu aylantirganlaringizni tortib olasizlar. Mana. Va mana bu uzun ipdan bitta tortib olasiz. Mana. Endi buni bemalol chiqarasiz. Hozir bu katta bo'lib turibdi. Endi buni kichraytirish lozim. Mana bu kaltani tortamiz. Mana, kichraydi. Endi mana shu halqaning ichiga 6 ilmoq to'qiymiz. Qaranglar. Kirgizaman, tortaman va mana bu uzunni ikkalasidan ham o'tkazib olaman. Mana. Bir ilmoq hosil bo'ldi. Mana shu ilmoqqa o'xshagan yana 5 ta ilmoq to'qib olamiz. 2 3 4 5 va oxirgisi mana 6 bo'ldi. Hozir sizlarga sanab ko'rsatib beraman. Mana. Birinchi boshlaganimiz, ikkinchi, uchinchi, mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi ilmoq. Mana 6 ilmoqimiz ham hosil bo'ldi. Endi bu mana bu kaltani tortganimizda bu kichrayib aylana hosil bo'ladi. Qaranglar. Mana. Aylana hosil bo'ldi. Endi buni olib, bu kattasini tortib, aylanani bir-biriga ulaymiz. Mana bu aylana turibdi. Endi mana shu ochiqni yopib ulashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu birinchi boshlagan ilmog'imizning ichiga shunday qilib tortib, buni tortib olamiz. Mana. Endi bu bir ilmoq. Shu aylananing ichiga yana bitta to'qiysiz. Bu 2 ilmoq. Mana. Endi hozir birinchi aylanamiz 6 bo'luvdi, ikkinchi aylanamiz 12 bo'lishi lozim. Ya'ni har bir aylananing ichiga ikkitadan to'qib chiqasiz. Hozir mana men birinchisini to'qidim, to'g'rimi? Bir aylananing ichiga 2 marta to'qidim. Endi keyingisiga ham shunaqa qilaman. Mana. 1 yana shu yerga to'qiyman. 2 mana. 4 ta ilmoq hosil bo'ldi. Endi keyingisiga 3 yana shu yerga to'qiyman. Mana 4. 6 ta ilmoq hosil bo'ldi. Endi bu yoqda yana bizning 3 ta ilmog'imiz bor, to'g'rimi? Mana bu qolgan 3 ilmog'imizga ham ikkitadan to'qib 6 ta ilmoq hosil qilamiz. 1 2 keyingisiga ham 1 2 undan keyingisiga ham 1 2 qaranglar, mana shu ilmoqlarning soni aniq bo'lishi lozim. Shunda to'qigan narsalaringiz bir xil aniq chiqadi. Mana bu masalan ikkita oyog'i bir-biriga o'xshashi lozim. Birsi katta, birsi kichik bo'lib qolsa chiroyli chiqmaydi. Shuning uchun har doim to'qiganingizda ilmoqlarning sonini qarab turing. Hozir mana shu yerda 12 ta ilmoq hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmoq mana.
Demak, biz to'g'ri qilibmiz. Endi bu yerda hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, buni oyoqlari kichkina, to'g'rimi? Demak, bu yerda hech qanday endi qo'shimcha qilmaymiz, yuqoriga to'qib ketamiz. Yuqoriga to'qib ketish uchun mana bu kichkina kalta ipimizni bu yoqqa tashlab olamiz, mana shunaqa qilib. Bu belgi bo'lib turadi. Ya'ni aylana to'qib kelganingizda bu yoqqa o'tib ketib qolmaysiz, xato qilmaysiz shunda. Belgigacha kelasiz, demak aylanangiz tugagan bo'ladi, qatoringiz tugagan bo'ladi. Endi qaranglar. Har qaysiga bittadan to'qib chiqamiz. 1 2 3 iloji boricha zichroq to'qinglar. Shunda chiroyli chiqadi. Ichiga sinchifon solganda ochilib qolmaydi. Mana. Shu shaklda to'qib davom ettirasiz. Kiradi, tortasiz, uzundan tortasiz. Kiradi, tortasiz, olib borib buni ham tortgandan keyin mana bu uzunni tortasiz. Buni ham tortasiz, kurchoqni buni ham tortasiz mana. Shunda qisqaradi. Yumshoq bo'lib qolmasin. Mana. Birinchi qatorimiz tugadi. Endi yana shunaqadan 4 ta qator to'qib olamiz. Hozir yana bittasini ko'rsataman. Keyingisini o'zingiz mustaqil to'qing. Chunki videomiz cho'zilib ketishi mumkin. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va oxirgisi mana bu yerda oxirgisi ko'rdingizmi? Mana bu belgi qo'yganimiz, mana bu oxirgisi. Mana belgidan bitta oldinda. Mana 12 bo'ldi mana. Endi yana 3 ta qator o'zimiz mustaqil to'qib olamiz. Mana oyog'ini ham to'qib oldik. Mana bunda ikkinchi oyog'ini ham to'qib oldim. Mana shunaqa shaklda bo'ladi. Endi buni bir-biriga ulaymiz. Ulaganda qanaqa qilib ulaymiz? Qaranglar. Endi hozir mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, ochiq joyi bor, ha? Mana shu ochiq joyga 2 ilmoq qo'shamiz. 1 2 ilmoq. Endi buni bunga ulaymiz. Qaranglar qanaqa qilib ulayman. Avval mana bu joyini to'g'rilab olamiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu bundan bitta qator yuqorida qolgandek bo'lib turibdi. Hozir shuni tenglashtirib bunaqa qilib to'g'rilab olamiz. Mana buni bu yerdan chiqarib, buni tortib olasizlar. Mana. To'g'rilandi, ko'rdinglarmi? Endi buni ichiga joylab qo'yaverasizlar bunaqa qilib. Mana. Endi buni olib, buni xohlagan joyingizdan, lekin mana bu boshlagan joyingizdan boshlamang, chunki bu yerda to'qish qiyinroq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun boshqa joyidan olib, buni bunga ulaymiz. Mana bu ulaganda bu yoqdan kesin, xo'pmi? Bu yoqdan kelsa xato bo'lib qoladi. Mana shu orqadan kelsa to'g'ri bo'ladi. Mana. Tortib olib, bundan ham tortib olasiz. Mana. Endi ikkalasi bir-biriga ulandi, mana ko'rib turganingizdek. Endi mana shu yerdan aylanib to'qib kelamiz. Aylanib to'qib kelish jarayonida qaranglar. E'tibor bergan bo'lsanglar, bunda ozgina mana bu yeri semizroq bo'lib chiqqan, ko'rdingizmi? Buni mana shu yerini semiz qilish uchun mana shu joyga va mana shu joyga ozgina qo'shimcha qo'shamiz. Buni qanday qilamiz? Hozir o'rgataman. Mana o'zingiz taxminiy ko'rib olasiz. Shunaqa turganda, demak, mana shu joyiga qo'shishim kerak va mana shu joyiga qo'shishim kerak, to'g'rimi? Demak, 1 2 3 4 5-chiga, 5 va 6-chiga ikkita ilmoqdan qo'shaman. Bu yerda ham 1 2 3 4 5, 5 va 6-chisiga ikkita ilmoqdan qo'shaman. Agar xohlasanglar, sizlar belgicha qo'yib qo'yinglar. Belgicha qo'yganda to'qish osonroq bo'ladi. Belgicha qanaqa bo'ladi? Qarang. Mana shu bitta oddiy boshqacha rang ipni olasiz. 1 2 3 4 5-chiga bunaqa qilib joylaysiz. Demak, mana shu yerda men qo'shimcha qo'shishim kerak. Qo'shimcha qo'shishni hozir o'rgataman. Mana. Endi bu yoqqa ham shunaqa belgi qo'yib qo'yaman. Yanglishmasligim uchun. 1 2 3 4 5 mana. Mana ikkita belgicha qo'yib qo'ydim. Endi to'qishda davom etamiz. Qattiqroq tortib to'qing. Iplaringiz yumshoq bo'lib qolmasin. Boshlaring. Mana bu boshlagan joyingizga ham belgi qo'yib keting, shunda qayerdaligingiz aniq bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz? Bu yerga ham belgi qo'yamiz hozir. Mana. Boshladik. Bismillah. 1 2 3 4 ilmoq to'qidim. Endi mana bu 5-6-sini ko'paytiraman. Ko'paytirish qanaqa bo'ladi? Bitta to'qidim, shu yerga yana bitta to'qiyman. Mana. Keyingisiga ham shunaqa. Bitta to'qidim, yana bitta to'qiyman. Mana shu yerni ko'paytirib oldik.
Endi yana to'qishda davom ettiramiz. Mana bu boyagi ulagan joyimiz. Shu yerni qattiqroq qilib to'qinglar. Ochilib qolmasin. Ichidagi mana bu sarig'ini ham tortib olinglar, mana tortilib qoladi. Yana to'qishda davom etamiz. Mana bu boyagi ulagan joyimizni ikkita ilmoq, esinglarda bo'lsa ikkita ilmoq qo'shuvdik. Mana shu ikkita ilmoqni ham to'qib ketamiz orada. Bu qanday to'qiladi, qaranglar. Mana o'zi ko'rinib turibdi, bitta ikkita ilmog'imiz. Birinchi ilmoqqa to'qiymiz avval. 1 va keyingiga ham. 2. Mana ulab oldim. Endi yana to'qishda davom etamiz. Mana bu yerda qo'shimcha qo'shadigan joyimizga ham yetib keldik. Mana bu yerda ikkita, bu yerda ikkita ko'paytirishimiz kerak edi. 1, 2, mana ko'paytirdim. Endi mana bu belgi qo'ygan joyimizni olib tashlasak ham bo'laveradi. Mana bu yerga ham 1, 2. Mana bu belgi qo'ygan joyingizni ham olib tashlavering. Endi bu ham kerak emas. Yana to'qishda davom etamiz. Bu belgi qo'ygan nimaga qulay desanglar, mana hozir men qayerda boshlaganimni bilaman. Mana bu yerda boshladim, belgi qo'yib qo'ydim. Shu yergacha to'qib kelaman endi. Mana bu yerda boyagi qo'shgan ikkita ilmog'imizni ham to'qib ketamiz. 1. Ikkinchi ilmoq mana. Mana shunaqa shaklda davom ettiramiz. Endi buni to'xtamasdan hozir 1, 2, 3, 4, 5 qator to'qiymiz. 5 qator yuqoriga to'qiymiz. Hozir birinchi qatorini yana sizlarga ko'rsatib beraman. Nariyog'ini o'zingiz mustaqil to'qiysiz 4 qatorini. Mana yana boshdan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mana. Endi shu shaklda o'zingiz mustaqil 4 qator to'qing. Mana 4 qator to'qib oldim. Endi mana bu yashil joyini qo'shamiz. Qaranglar, hozir qanaqa qo'shishni o'rgataman. Demak, bu hozir o'yinchog'imizning orqa tarafi bo'lyapti. Mana bu oldi tarafi bo'ladi. Chunki oldidan qo'shmanglar, mana bunaqa tekis chiqmaydi. Mana bu joyda qo'shilgan joyi bor. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, ozgina bilinib qolgan. Mana bu quyrug'ini yopishtirganlaringizda bilinmay ketadi. Shuning uchun iloji boricha orqa tarafiga tushirishga harakat qilinglar. Mana buni bitta orqaga tortib turib, ikkita ilmog'imizni olib, mana shu joyidan qo'shamiz. Endi hozircha bu bizga kerak emas, olib turamiz buni. Mana buni tortib, mana. Endi mana bu sariqni tortamiz. Qo'shilib qoladi shunaqa bo'lib. Endi yashilda davom ettiramiz. Shu shaklda mana shu yashil rang bilan bitta qator to'qib olamiz. Mana to'qib keldim. Oxirgi bitta ilmog'i qoldi, uni ham to'qiymiz. Mana shunaqa to'g'ri chiqmay qolsa, hech narsa yo'q, orqaga qaytarib qaytadan to'qing. Mana. Endi buni hozir oxirgisini qaranglar, buni tortib turib, endi ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yo'g'ida yana sariq bor. Demak, endi yana sariqdan davom ettiramiz. Buni qirqmay turinglar hali, chunki yana mana bu yerda ham to'qishimiz kerak. Hozir o'rtada 3 qator sariq to'qib olamiz. Bu turadi, bunga tegmaymiz. Mana bunda davom ettirib ketaveramiz. Mana bu ikkita yashilcha turibdi. Mana endi mana bunaqa qilib sariqni tortamiz. Yashilni bitta tortsanglar, shu yerda tugab qoladi mana. Yana to'qishda davom ettiramiz. Mana shunaqa ozgina o'rtada nima bo'lib qoladi, mana bunaqa joyi. Shu joyiga quyrug'ini tikamiz. Shunda bilinmay ketadi ulangan joyi. Endi bu yog'iga o'zingiz hozir mustaqil 3 qator to'qib oling, keyin yana davom ettiramiz. Mana 3 qatorimni to'qib oldim. Endi yana yashilni olamiz bu yerda. Boyagidek qilib, bitta ilmoqni olib turib, mana. Endi bunga yashilni olamiz. Mana. Endi buni tortasiz.
boyagidek shunday qattiq bo'lib qoladi. Endi yana bir qator mana shu yashilda to'qib olamiz. To'qish asli unchalik qiyin emas. Agar yo'l yo'rig'ini bilib mana buni ham to'qib kelib oldim. Buni ham to'qiymiz. Mahkam to'qiganimiz uchun oxirgisi ozgina qattiqroq bo'lib qoldi. Mana buni to'liq bunaqa qilmaysizlar. Adashib ketdim. Mana bu yerga bundan kirib, mana shunaqa turgan vaqtida yana sariqni ulab ketamiz. Endi bu yashil bizga kerak emas, shuning uchun buni chiqaramiz. Endi yana sariqda davom ettiramiz. Sariqdan tortib, yashilni qirqqan joyidan bitta tortasiz, silib qattiq bo'lib qoladi. Endi yana yashilda davom ettiramiz. Hozir bu birinchi qatorimiz. Bundan keyin yana 2 qator to'qiysiz, shu bilan 3 qator bo'ladi. Hamma o'zi mustaqil to'qsin. Hozir videomiz uzayib ketadi bo'lmasa. Mana yana 3 qator to'qib oldim. Shunaqa shakl hosil bo'ldi mana. Bu oldi tarafi, bu esa orqa tarafi. Bu yerga quyrug'ini joylashtiramiz. Endi mana bu yuqori ko'rib turgan bo'lsanglar, ozgina qisqara boshlagan. Endi shu yerini boshlaymiz. Hozir bizda tayyor 34 ta ilmoq. Siz o'zingizni ilmoqlaringizni sanab chiqing qancha bo'lganini. Hozir birinchi qatorimizda 2 ta ilmoq, keyingi qatorimizda 2 ta ilmoq qisqartirib olamiz. 34 ta ilmoq dedik. Mana bu ichidagi bitta yashilchani buni qo'ysanglar, belgi bo'lib turadi, yo'qolib ketmaydi qatoringlar. Demak, bizda 34 ta ilmoq dedik. Hozir biz mana shu yerdan qisqartirishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu yerdan bunaqa qisqarish kerak. Demak, hozir bu yerda bitta qisqarishdan, bu yerda bitta qisqartma qilamiz. Birinchi qatorda. Ikkinchi qatorda yana bu yerda bitta qisqartma, bu yerda bitta qisqartma qilamiz. Bu qanday qilinadi hozir ko'rsataman. Yana boyagidek mana shu yerga belgi qo'yib olasiz. Mana bu yerga bitta belgi qo'ydim. Qisqartiradigan joyimga endi mana bu yerga ham bitta belgi qo'yib olaman. Endi yana to'qishda davom etamiz. Mana shu joyga kelganda qisqartiramiz. Hozir qanday qisqartirishni ko'rsataman. Mana shunaqa ba'zida shunday bo'lib qoladi. Buni sababi mana bu ipimiz 2 ta 3 ta qatorlik-ku, bittasi o'tmay qoladi-da, shu sababdan shunaqa bo'lib qoladi. Buni hech qisi yo'q, orqaga qaytarib, qaytadan to'qib olasiz. Men o'zi xorazmlikman, shuning uchun adabiycha gapirishga ozgina qiynalaman. Agar xorazmcha gapirsam hamma tushunmay qoladi deb, shuning uchun adabiy tilda gapiryapman. Qanaqa? E'tibor qilmaysizlar. Endi mana shu yerda qisqartma qilamiz, qaranglar. Mana bu belgi qo'ygan joyimiz. Bu mana bu yer. Yana bitta to'qib olar ekanmiz. Demak, belgi qo'ygan joyga kelish uchun mana yana bitta to'qidim. Endi bu ipni olib turib bitta olamiz. Yakunlamaymiz. Yana keyingisiga kirib yana bitta olamiz. Mana. Endi mana shu 3 tani bittada tortamiz. Mana shu qisqartma deb aytiladi. Qaranglar, yana qaytadan ko'rsatib beraman. Mana 2 ta ilmoq turibdi. Mana shu 2 ta ilmoqni bitta qilamiz. Bitta oldim. Keyin yana bittasiga kirib bitta oldim mana. Endi 3 tani bittadan tortaman. Mana shu yerni qisqartirdim. Yana to'qishda davom etamiz endi keyingi belgigacha. Mana keyingi belgiga ham kelib oldim. Endi qaranglar, yana shunaqa qilamiz. Buni olib tashlaymiz va bu yerga bitta kiramiz. Mana keyingisiga ham kirib, mana 3 tani bittada tortamiz. Mana. Endi qisqardi. Yana qatorni oxirigacha endi to'qib tugatamiz. Oxiriga keldik. Endi keyingi qatorda yana shunaqa qisqartma qilishimiz kerak, to'g'rimi? Hozir yana boyaga qisqartirgan joyimizdan qisqartirib ketaveramiz. Mana o'zi bilinyapti, qayerda qisqarganimiz. Bu yerda ham bilinyapti. O'sha joydan qisqaramiz. Endi bizga belgi kerak emas. Agar siz xohlasangiz belgi qo'yib oling, adashaman desangiz. Yana davom ettiramiz. Bizda 34 ta ilmoq edi. Endi 32 ta qoldi, chunki 2 taga qisqartirdik. Hozir bu safar ham yana 2 taga qisqartiramiz. Endi buni qaranglar. Mana bu ustidan emas, bu yog'idan qisqartirasiz. Chunki ustidan qisqartirsangiz, chiroyli chiqmaydi. Mana hozir qisqartirgan joyimizdan o'tib ketamiz. Mana shu yerda qisqartirdik. Mana 1 o'tib, mana bu yerdan qisqartiramiz endi. Mana qisqardim. Yana to'qishda davom etamiz. Agar qisqartirganingizni ustidan qisqartirsangiz, bu bittada qisilib, shakli chiroyli chiqmaydi. Shu sababdan qisqartirganingizni o'zidan emas, bundan bitta yoki 2 ta oldindan qisqartirsangiz chiroyli chiqadi. Mana qarang. Biz mana bu yerda qisqartirganmiz mana. Mana shu yerda qisqartirganmiz. Hozir bu yerdan emas, mana bu yerdan olamiz endi. 1 2. Yana oxirigacha to'qib kelamiz endi.
ko'rib turganingizdek, tezda bunaqa qilib aylanib qoldi. Ko'rdingizmi? Mana shu joyda qisqartma qildik. Shu sababdan aylandi. Endi hozir biz shu ko'rinishda 2 qator to'qib olamiz. Hech qanaqa o'zgartirmasdan, qisqartma qilmasdan 2 qator to'qib olamiz. Mana yana 3 qator to'qib oldim. Endi mana bu belgini tortamiz bu yoqqa. Ichida qolib ketaveradi mana. Endi buni ichini halofiber yoki sintifon bilan to'ldirib olamiz. Endi sintifonini mana shunaqa shunday to'ldirib olamiz hozir ichini. Iloji boricha yumshab qolmasin, zichroq qilib to'ldirishga harakat qiling. Avval bitta oyog'ini, keyin shuni yordamida ikkinchi oyog'iga ham solamiz. Hech qayerda ajralib qolmasin joylari. Hamma joyi bir xil bo'lishiga harakat qilinglar. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda mana ajralib qolgandek bo'lyapti. Shunaqa bo'lmasin, shularni shoshmasdan, chiroyli qilib bir joyga olib borib, to'g'rilaylar mana shu yerlarini mana shunaqa qilib, mana bitta tekis bo'lib ketsin. Mana shunaqa shaklda to'ldirasiz yog'igacha. Mana bu yerda endi yana qisqartirishlar qilamiz. O'qishda davom etamiz endi. Menda 34 ta ilmoq bor edi. Men uni 4 tasini qisqartirdim, menda hozir 30 ta ilmoq qoldi. Endi bu 30 tani qanday qisqartiraman? Qaranglar. Birinchi 3 ilmoq to'qiyman. 1 2 3. Endi bir qisqartirish qilaman. Qisqartirish qanday bo'lishini ko'rib oldinglar, to'g'rimi? Mana tortdim. Endi yana 3 ilmoq to'qiyman. 1 2 3. Yana qisqartirish qilamiz. To mana shu joygacha 3 ilmoq bitta qisqartirish, 3 ilmoq bitta qisqartirish qilib 6 ta qisqartirish qilasiz. Hozir men mana 2 tani qildim. Endi qolgan 4 tani ham hozir qilamiz. 1 2 va mana 3. Oxirida mana 2 ta joyimiz qoldi. Endi bitta qisqartma qilamiz. 1 mana bitta qisqartma. Mana shu bilan bu yerimiz ham mana yopildi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bunaqa bo'lib ketyapti mana. Endi hozir keyingisida hech qanaqa qisqartirma qilmasdan oddiy to'qiymiz. Mana shu men o'rgatayotganimni daftarga yozib, har bir qatorida shunaqa to'qiymiz, shunaqa qilamiz deb yozib borsangiz, esingizda qoladi va keyingi safar mana bu tulkichani to'qiganda adashib ketmaysiz, qidirib o'tirmaysiz, esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, shunaqa bitta daftaringizga qarab olasiz, esingizga tushadi. Endi aytganimdek, hech qanaqa o'zgartirishlarsiz to'qib chiqamiz endi. Mana oxirigacha to'qib keldim, hech qanaqa o'zgartirishsiz. Endi bu qatorda yana qisqartma qilamiz. Qaranglar, endi qanaqa bo'ladi? Boya 3 ilmoq bir qisqartma qiluvdik. Endi 2 ilmoq bir qisqartma qilamiz. Mana bu yerda ipim mana bu belgi qo'ygan joyimizga kirib 1 2 ilmoq va qisqartma. Mana. Yana 1 2 ilmoq va qisqartma. Mana. Shu shaklda mana shu oxirigacha to'qib kelamiz. 2 ilmoq bir qisqartma, 2 ilmoq bir qisqartma. Shunaqa shaklda to'qib kelamiz. Mana to'qib bo'ldim. Endi ichini yana ham qattiqroq qilib sintifon joylashtirib olamiz. Chunki bundan keyin sintifon sola olmay qolishimiz mumkin. Endi bu bizga belgilar ham kerak emas. Sintifonni yaxshilab solib, ichini qotirib olamiz. Yana belgimizni qo'yib olamiz. Qaranglar. Boshda 3 ilmoq bir qisqartma qildik. Keyingida 2 ilmoq bir qisqartma qildik. Endi esa 1 ilmoq bir qisqartma shaklida qisqarib ketamiz. Shu shaklda belgi qo'yganimizni oxirigacha 1 ilmoq bir qisqartma qilib to'qib olamiz. Endi bu bizning oxirgi qatorimiz bo'ladi. Mana so'nggi qatorni ham to'qib tugatdik. Endi ipimizni tortib qirqsak ham bo'laveradi. Ipimizni qirqqandan keyin ochilib ketmasligi uchun mana bu aylanani ichiga kirgizib, shu yerdan tortasiz, mahkam bo'lib, yechilmaydigan bo'lib qoladi. Mana shu shaklda. Mana tulkichamizni tanasi ham tayyor bo'ldi. Endi keyingi videoda men sizlarga buni bosh qismini to'qishni o'rgataman. Meni kuzatganingiz uchun katta rahmat. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentda yozing, men javob yozishga harakat qilaman. Xayr!